Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyati tabiati. Qoraqalpog'iston Respublikasi hududining maydoni 166.600 kvadrat kilometr. Aholisi 1.791.000 kishidan ortiq. Poytaxti Nukus shahri. Respublikada Xo'jayli, Beruniy, To'rtko'l, Qo'ng'irot, Mo'ynoq, Chimboy, Taxtako'pir va boshqa shaharlar ham bor. Bu o'lkada suv manbai asosan Amudaryo va undan chiqadigan kanallar hisoblanadi. O'lka hududida Orol dengizidan tashqari Sarqamish, Jildirboz, Dovudko'l, Mashonko'l kabi ko'llar mavjud. Qoraqalpog'iston cho'llari va adirlarida Qandim, Yulg'un, Shuvoq, Sho'ra, Iloq kabi o'simliklar o'sadi. Amudaryo to'qayzorlari Qamish, Yantoq, Turongul, Yovvoyi jiyda, Quyoq kabi o'simliklar bilan qoplangan. Cho'l va adirlarda yumronqoziq, qumsichqoni, qo'shoyoq, kaltakesak, ilon, tulki, bo'ri, jayron, kik, sayg'oq, to'rg'ay, quzg'un kabilar uchraydi. Amudaryo to'qayzori tabiatini asrash va muhofaza qilish maqsadida Quyi Amudaryo davlat biosfera rezervati tashkil etilgan. Qo'riqxonaning katta qismini to'qay o'simliklari egallagan. Qo'riqxonada har xil hasharot turlari, Turkiston ola-bula qanotli kapalagi, qora qanotli ninachi, ko'plab qushlar, jumladan ilonxo'r sapsan, uzun dumli burgut, qora kalxat, fazan, xongul, to'ng'iz muhofazaga olingan. Xorazm viloyati. Xorazm viloyati Amudaryo bo'yida joylashgan. Viloyat hududining maydoni 6100 kvadrat kilometr. Aholisi 1.746.000 kishidan ortiq. Xorazm viloyatining markazi Urganch shahri. Viloyatdagi Xiva shahri dunyoga tanilgan qadimiy shahardir. Amudaryodan chiqarilgan kanallar viloyatni suv bilan ta'minlaydi. Daryo bo'yidagi to'qayzorlarda o't o'simliklardan tashqari Tirang'ul teragi, tol, jiyda, qizil yulg'un kabi buta va daraxtlar o'sadi. Cho'l va adirlarda chipor ilon, ko'k qurbaqa, tashbaqa, turli kemiruvchilar, to'qayzorlarda to'qay mushugi, chiya bo'ri, to'rg'ay, o'rdak, kulrang g'oz, qizilishton, zarg'aldoq va boshqalar bor.